70 yaşdan oshgan ota-ona nimadan qo'rqadi? Yolg'iz qolishdan, farzandlari tomonidan unutilishdan, mehr muhabbat yo'qligidan, kasal bo'lib farzand bo'yniga yuk bo'lishdan qo'rqadi. Ota-ona buni hech kimga aytmaydi, chunki farzandini boshqalarga yomon ko'rsatishni istamaydi. Lekin ichida yig'laydi, ichida do'zax o'ti yonadi. Ikki tomon uchun ham eng maqbul va to'g'ri yechim bitta. Mana u. Ota-onaga aytadiganlarim: kam gapiring. Farzandlaringiz haqiga ko'p duo qiling. Tanqid emas, ibrat ko'rsating. Farzandlaringizni hali ham yosh bolakay deb o'ylamang. Farzandlarga aytadigan gaplarim: keksa ota-onaga qarash vazifa emas, bu taqdir. Ota-onangizning tirikligi Allohning sizga inoyati. Ularga bo'lgan gina-gudurlaringizni unuting. Ular bugun bor, ertaga yo'q. Ularga bir qo'ng'iroq sizga bir umrlik savob. O'zim boshimni o'tkazdim. Onam rahmatli. Sal ovqat yemayapti dedi. Bitta shashlik olib kelsangiz zo'r bo'lardi. O'ldirdim, Fatima bombaga olib keladi. Shuni ham yo o'zi olib keladi. Buni o'zim olib keladi. Yo bo'ldi, yo'ldan qaytmadi dedi. Ilohim Alloh. Shundan yo'lga chiqib ketdim. Chorshanba bo'lsa payshanba o'ldilar. Juma kuni o'ldi, juma kuniga chiqar dedi. Menda shu armon bo'lib qo'ygan. Menda shu armon bo'lib qo'ygan.